Agar siz futbol yangiliklarini tez va qiziqarli tarzda bilib borishni istasangiz, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. 9-mart kuni Angliya Kubogi chorak finali bosqichi uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qur'a natijasiga ko'ra Manchester City va Liverpool bir-biriga qarshi o'ynashi ma'lum bo'ldi. Ko'pchilik mutaxassislar bu qarama-qarshilikni hatto finalga teng darajadagi o'yin deb baholamoqda. Liverpool chorak finalga chiqish yo'lida Wolverhamptonni 3-1 hisobida mag'lub etdi. Jamoa o'yin davomida tezkor hujumlar va yuqori pressing orqali ustunlikni qo'lga oldi. Manchester City ham o'z navbatida Newcastle Unitedni 3-1 hisobida mag'lub etib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Pep Guardiola